Kutganmidinglar? Tayyormisizlar? Bugundan boshlab Damas legenda. Chunki bu mashinalarni bilgan biladi, bilmagan o'zi biladi xullas qarang. Sotmay bo'ldimi? Bo'ldi. Abdushi, monopol sizga. Biz trendda, Dilshodbek biz trendda. Rahmat. Yo'q, gap yo'q. Rostdan ham Damaschilar shunaqa ko'p pul topadimi yo Levi joyinglar bormi? Ashbayatda qizimni Damaschiga bersam bo'lmasmidi? Damaschilar pulni yorib yuboryapti. Damas to'la ko'chasi. Alisherbek, nima gap? Ha, Qobiljon, kirib chiqib qolibsiz. Sizlarga mumkin, bizga mumkin emasmi? Zo'r bo'lib qoldi bu. Polli komplekt odam bor, yangi bozor yozib ketyapman. Orzuyim deydi ekansan, Damaschida emas ekansan. Buncha zo'r Damas ekansan. Oxiri kim aka? Bu ishda oxiri yo'q, endi o'lguncha shu ish. Qarochi ertaga 9:00da iftorli mendan rez Damaschilarga aytinglar, Abdushi. Yangi bozor 4 kishi, yangi bozor, ketamiz. Aka, bormisiz aka? Va nihoyat topdim-a. Rahmat aka. Men kinoda o'ynamayman aka. Yo'q, kino emas. Mana shu Malibu sizga. Men Damasni menga berasiz. Ya. Aka, kam bo'lsa yana ikkita Malibu. Uydagi taxoni ham qo'shib beraman. Iltimos. Mana akajon, mana aka. Mangami? Mening, ha? Mangami? Ha, sizga. Oh. Boshqacha-yu, ha? Meni kechir, Damazim.